Tog'a, hayotingiz davomida biron marta urushganmisiz? Jiyan, men urush qilgan payti Jeki Chan tug'ilmagandi. Shunaqangi akrobatik usullarda uraytimki, oyog'iga ursam bosh qaltirab qolaydi. Nimani boshi, tog'a? Jiyan, g'alchamsan, o'sha urgan odamning boshida. Tog'a, nega urush qilgan payt faqat nos cho'kasiz? Jiyan, nosda shunday xususiyat borki, urush qilgan paytim menga katta yordam beradi-da. Wow! Jiyan, bugun singlingga do'kondan zo'r bitta narsa olib beraman. Qanaqa narsa tog'a? Jiyan, qishga senga egningga bitta zo'r kurtka olib beraman. Ketdik. Esim qursin, darvozani ochib qoldirma. Salla boru, men hozir boraman 2 minutda. Yo'q, ketdik. Ey qizcha, nechinchi yilsan? Nimaga? Men singlim biladi bu. Urushasanmi? Jiyan, nima bo'lyapti bu yoqda? Tog'a, bu urushmoqchi ekan, bir mahoratingizni ko'rsating. Ha, urush qilasanmi? Urushaman. Teze kalangam, ora ko'chaga kelgin, urush bo'libdi. Jiyan, nosni kuchini ko'rdingmi? Shu videoni nos chekadigan jo'ralaringizga jo'natib qo'yamiz. Bitta o'psam maylimi asalcham? Bitta gelik beraman deb endi hamma aytganingizni qildirmaysiz-ku, sal nariroq turingda mendan. Lekin kim o'tibsiz asalcham? Meni kasalligim ko'p, kabi ma'qul desizmi? Menga qarang Go'zalxon, siz o'zingizni shunchalik go'zalman deb o'ylaysizmi? Albatta 96-yil bo'lsam ham 2006-yil qizlarga tan berib qo'ygan. Meni ko'rgan yigitlar hushidan ketib qolgan. To'g'ri aytasiz Go'zalxon. Bu go'zalligingizni ko'rib, men ham zo'rg'a turibman. Shu videoni 2006-yil bolalarga jo'natib qo'yinglar. Balkim baxtlaridir. Kechirasiz kenaya. Shu yerda bitta qizni ko'rmadingizmi? Между прочим, men ham qiz bo'laman. Faqat bitta o'g'lim bor-da. O'zi qiz nimaga kerak sizga? Ha, uyimdagilar Nozima degan bitta qiz bilan ko'rishim kerakligini aytishdi. Shunga o'sha qizni qidirib yuribman-da. Shavkat aka, Nozimami? Qo'ysiz chapa, hazillashmang. Nechanchi yilsiz o'zi? 96, sizchi? Men 2006-yilman. 2006larni quyon deb eshitganman. Shu rostmi? Ja, quyon bo'lmasak ham quyonchamiz. Men quyonchalarga qiziqaman-da. Quyonchalarni ko'rib kelmaymizmi? Ketdik. Sizga quyoncham ko'rsataman. Doktor, tekshtirsam og'rimaydimi, qon chiqmaydimi? Ha, endi singlim oldinroq tekshirmabsiz-da yoshlikda. Endi chidaysiz. O'zi dugonalarim tekshtir, yuraverasanmi deganda oldinroq tekshtirsam bo'lar ekan. Endi nima ham qilardik? Qani, boshlaymizmi? Na, boshlaymiz doktor. Mana. Keling, qani qulog'ingizni tekshirib qo'yaman hozir. Men seni ishqing uchun oshiq bayron bo'laman.